O'g'il bolalar eshitib qo'yinglar. 100% odam bo'lsa, 2%igina boshqarar ekan. Qolgan 98%i ergashar ekan. Ikkinchisi, uchinchi soat bo'lishi mumkin emas. Chunki bunaqa odamlar juda ham ko'p. Millionlagan odamlar bor. Yashayapti, kelib ketishdi ba'zilari. Keldi, tug'ildi, ulg'aydi, uylandi, yedi, ichdi, farzandli bo'ldi, shu bilan ketaverdi. Kim aytgani bo'ladi deydi? Aka, siz ishingizni olasiz-da deydi. Kim aytgani bo'ladi? Alloh aytgani bo'ladi. Eshik sharaqatib tepib chiqib ketadi. Ya увольняюсь deydi. Unijat qilib tepalab shu xorlayapti ham, turibsiz oliydan qolmaydi deb. Ti уволен degan gapgacha. Mo'min nima deydi? Bu kayf senga bermayman deydi. Men увольняюсь deydi. Chunki nimadan xotirjam u? Nimasidan xotirjam u? Rizqidan. Rizq. Imom Buxoriy Abu Hurayra roziyallohu anhudan keltirgan hadisda shunday deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Lillahi tis'atun va tis'una isman, mi'ata illa wahida." Alloh taoloning 99 ta ismi bor. Bir kam 100 ta. La yahfazuha ahadun illa dakhalal janna. Kim ularni yod olsa, jannatga kiradi. Va huwa vitrun yuhibbul vitra. Va u Alloh taolo vitrdir, ya'ni toqdir. Juft emas, toq. Va toqni, vitrni yaxshi ko'radi. Mana hadisdan ma'lum bo'lyapti, Alloh taoloning mana shu 99 ta ismini kim yod oladigan bo'lsa, jannatga kirar ekan. Bu mana shu yod olsa degani nima degani? Faqatgina shu Huvallohullazi la ilaha illa huvar rohmanir rohim malikul quddusus salamul bu shunday bir quruq yodlab qo'yishmi? Ha, yodlab qo'yishning ham albatta fazilati bor. Bu yerda yodlasa deganda faqatgina mana shu quruq tili bilan aytib qo'yishlikni o'zi deb tushunmasligimiz kerak. Yodlash degani mana shu ismlarni ma'nolarini o'rganish va mana shu ismlardan o'ziga ulush olish va mana shu Alloh taoloning ism sifatlari bilan o'zini ziynatlash tushuniladi. Alloh taolo saxovatli bo'lgan, al-Karim bo'lgan zotmi? Demak, siz ham mana shu ismdan o'ziga ulush oling, siz ham saxiy bo'ling. Alloh taolo al-G'afur, kechiruvchi bo'lgan zotmi? Demak, siz ham nima qiling? Kechiruvchi bo'ling, kechirimli bo'ling. Alloh taoloning shu ism va sifatlaridan biz o'zimizga ulush olishimiz kerak. Allohning 99 ta ismi bor, kim ularni yod olsa jannatga kiradi. Ha, bir chekani yodlasa ham fazilat va faqat shuni o'zini deb tushunmaylik. Alloh taolaning har bitta ismidan o'zimizga ulush nasib olaylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana bir hadisiga quloq tutamiz. U zot sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ihfadillaha yaghfazka." Ihfadillaha yaghfazka. Allohni saqlagin, shunda Alloh seni saqlaydi. Endi Allohni saqlagin degani ismini doim yodingda saqlagin. Gapirayotganingda Alloh esingda tursin. Bir ish qilayotganingda, bir qaror qabul qilayotganingda Alloh taoloning roziligi yodingda tursin. Shu narsa yodingda saqlagin. Agar shunday bo'lsang, Alloh seni saqlaydi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Astagfirullah, fazkuruni azkurukum." Bas, meni zikr qilinglar, men ham sizlarni zikr qilaman. Qarang, bu alohida bir to'xtaladigan mavzu. Meni zikr qilsang, men ham seni zikr qilaman. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Astagfirullah, in tansurulloha yansurkum." Agar sizlar Allohga yordam bersanglar, Alloh ham sizlarga yordam beradi. Ya, biz Allohga yordam bera olamizmi? Yo'q, yordam bera olmaymiz. Alloh taologa yordamni keragi yo'q. Allohus somad. Alloh hamma narsadan behojat bo'lgan zot. Bu yerdagi Allohga yordam bersanglar degani Allohning shariatini tatbiq qilsanglar degani. Dinni mahkam ushlasanglar degani. Shunda Allohga yordam bergan bo'lasizlar deyapti. Vaholanki Alloh taolo hech kimning yordamiga muhtoj emas. Agar shunday bo'lsalar, Alloh sizlarga yordam beradi. Dinga yordam bersangiz,
Alloh sizga yordam beradi. Shuning uchun duo qilishimiz kerak, birodarlar. Parvardigor, nafslarimizni yengishligimizga bizga yordam berginki, ine biz seni diningga yordam beraylik. Allohning diniga yordam berish uchun, ya'ni Allohning diniga amal qilishigi uchun, hukmida mahkam turishigi uchun biz avval nafsimizni yengishimiz kerak. Shu nafsimizni yengishlikka yordam berginki, seni diningga yordam beraylik. Faqat shundagina biz g'olib bo'lamiz bu kofir qavm ustidan. Fazkuruni azkurukum. Bas, meni eslanglar, men ham sizlarni eslayman. Siz Allohni zikr qildingiz, esladingiz. Alloh sizni zikr qildi, esladi. Bu aytilishiga bir xilda esladi, zikr qildi. Siz Allohni zikr qilishingiz bilan Alloh sizni zikr qilishingiz o'rtasida, birodarlar, katta farq bor. Siz Allohni eslasangiz, yelkangizdagi vojib bo'lgan ishni qildingiz, xolos. Agar Alloh taolo sizni zikr qilsa-chi? Tushundinglarmi gapni? Shu son sanoqsiz bandalarning ichidan Alloh taolo sizni ismingizni zikr qildi malaikalarda oldi. Ana bandamni ko'rdinglarmi? Men uchun shahvatini qo'ydi, men uchun gunohni qo'ydi, men uchun nafsi xohlab turgan narsani qo'ydi. Ana bandamni ko'rdinglarmi deb Alloh sizni bir marta zikr qilib qo'ysa, birodar, yutdingiz siz. Agar Alloh sizni eslasa, sizga xotirjamlik berib qo'yadi. Ha, xotirjamlikni beradi. Va xotirjamlik faqat mo'minda bo'ladi. Mana hozir atta anaqa bo'lyapti, matta manaqa bo'lyapti. Globalniy потепление bo'lyapti. Narxlar mana qo'yib ketar ekan, ana qo'yib ketar ekan. Tinimsiz ravishda bu ommaviy axborot vositalari siz bilan bizni asabimizni o'ldirish, yuragimizni to'kishlikda musobaqa o'ynayotganga o'xshaydi. Tinimsiz xavotir, tinimsiz vahima ma'lumotlar. To'g'rimi? Ana yer yutdi, mana suv bosdi, mo'ronchinchi yil qiyomat bo'lar ekan, globalniy потепление o'tib ketar ekan. Mana shunday holatda inson to'kilib ketadi, birodarlar. Lekin haqiqiy xotirjamlik mo'minda bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Fa'ayyul fariqayni ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun." Agar bilsanglar aytinglar, deyapti Alloh taolo. Qaysi toifa xotirjam yashashlikka haqli? Iymon keltirganlarmi yoki kofir bo'lganlarmi? Alloh taolo o'zi javob beryapti. Kim haqli xotirjam yashashga? Allazina amanu va lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu va hum muhtadun. Kim xotirjam yashaydi dunyoda? Iymon keltirgan va iymonini nima qilmagan? Zulm bilan aralashtirmagan zotlar. Ana o'shalar xotirjam bo'lguvchidirlar va ana o'shalar hidoyat topguvchidirlar. Iymonida sodiq bo'lgan haqiqiy mo'min nima deydi? Kim aytgani bo'ladi deydi? Aka, siz ishingiz olasizda deydi. Kim aytgani bo'ladi? Alloh aytgani bo'ladi. Eshik sharaq qilib tepib chiqib ketadi. Ya uvalnayus deydi. Unijat qilib tepalab shu xorlayapti ham turibsiz oliydan qolmaydi. Ti uvolin degan gapgacha. Mo'min nima deydi? Bu kayf senga bermayman dedi. Men uvalnayus deydi. Chunki nimadan xotirjam u? Nimasidan xotirjam u? Rizqidan. Rizqidan. Fazkuruni azkurukum. Meni eslasanglar, sizlarni eslayman. Agar Alloh sizni eslasa, sizga hikmatni ato qilib qo'yadi. Hikmat nima edi? Hamma odamlar ko'ra olmaydigan narsalar. Odamlarning ko'zidan yashirilgan ilm, ma'rifat. Odamlar tushunmay turganda bir narsani tezda tushunasiz. Odamlar ko'rmagan paytda ko'rasiz. Odamlar aqli yetmay turgan paytda bu narsani siz idrok qilib turasiz. Va man yu'tal hikmata faqad utiya khayran katira. Agar Allohni eslasangiz, sizga hikmatni beradi. Endi Alloh kimga hikmatni bergan bo'lsa, muhaqqaqki unga ko'p yaxshilik berilibdi. Agar Alloh seni eslasa, birodar, senga rozilikni beradi, xotirjamlikni beradi. Sen dunyodagi hamma narsadan ayrilgan bo'l, lekin shu ikkita narsa bo'lsa senda, xotirjamlik bilan rozilik, sen eng baxtli odamsan. Agar dunyoning hamma boyligi qo'lingda bo'lsa-yu, xotirjamliging bo'lmasa va roziliging bo'lmasa kuningdan, sen eng baxtsiz odamsan. Yana qaytaraman. Qo'lingizda hech narsa bo'lmasin, hamma yoq ketsin. Lekin xotirjam bo'lsangiz va Alloh bergan kunga rozi bo'lsangiz, eng boy, eng baxtli odamsiz.
boy demaylik. Обязательно boy deyish kerak, a? Eng saodatli odamsiz. Agar shu ikkita narsani olib qo'ysa Alloh taolo, qo'lingizda dunyoning hamma narsasi bo'lsin, badbaxt odam bo'lasiz. Lillahi tis'atun wa tis'una isman. Alloh taoloning 99 ta ismi bor. Bir kam 100 ta. Kim ularni yod olsa, jannatga kiradi. U vitr, al-vitr toqdir, al-vitr toqni yaxshi ko'radi. Demak, yod olsa, yodlasa deganda tushunish, anglash. Ana shu Alloh taolaning ismlarini o'qib o'rganib turib, ulardan o'ziga ulush nasiba olsa, o'zini axloqini Allohga yaqin bo'lishi bilan tuzatsa. Bandalarga Alloh taolo rahimli bo'lgan zot, Ar-Rohim. Demak, Ar-Rohimdan ulush ol. Sen ham rahimli bo'l. Alloh taolo odil zot, al-adil bo'lgan zot. Sen ham odamlar bilan qilayotgan muomalangda adolatli bo'l. Alloh taolo al-Karim bo'lgan zot. Shu ismni yodla. Ma'nosini tushun va o'zingni mana shu sifatni bor qilishga harakat qil. Sen ham saxovatli bo'l. Demak, mana shu ismlarni yodlash deganda shuni ham tushunaylik. O'zimizda shu sifat paydo bo'lsa. Va huval vitru yuhibbul vitra. Alloh taolo toqdir, toqni yaxshi ko'radi. Alloh taolo yakka yagona bo'lgan zot. Alloh taolo toq, jufti yo'q. Olam berganman bu savolni. Alloh taoloni nechta desa bo'ladimi? Bo'lmaydimi? So'raysizlar nevarelardan. Alloh nechta desiz bitta deydi. Bo'ladimi, bo'lmaydimi nechta desa? Bo'lmaydi. Alloh taolo birdir, dedi Imom Azam Fiqhul Akbarda. Bu keyin 2, 3 degan ma'noda emas. Sanoq ma'nosida emas. Sherigi yo'q jihatidan birdir. O'shuning uchun yakka desak to'g'ri bo'ladi. Yakka yagona. Allohni nechta deb bo'lmaganidek, Allohni qayerda ham deb bo'lmaydi. Hadisda bor odamlar. Joriyadan so'ragan u. Agar bu mavzu qiziqtirsa, Alloh taolo osmondami degan darsimiz turibdi, topib eshitib qo'ying. Uni animatsiya qilib, chiroyli qilib oyatlarni keltirib, qo'yib qo'yishgan. Demak, Alloh taolo yakka yagona bo'lgan zot, al-vitr, Alloh taolo toq, uni jufti yo'q. Alloh taolo vitrni yaxshi ko'radi. Toqni yaxshi ko'radi. Nima degani bu? Bu degani peshqadamlikni yaxshi ko'radi degani. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham peshqadam musulmonlarni yaxshi ko'rganlar. Ya'ni toq. Bir sohada siz bittasiz. Sizga teng keladigani yo'q. Ilmda, hunarda, muomalada, axloqda. Siz shunday bir axloqingiz go'zal bo'lsinki, sizning yoningizga keladigan bitta odam bo'lmasin, bitta bo'ling. Hunaringizda shunaqa bo'lingki, sizga birov yetishni orzu ham qilmasin, yeta olmaymiz unga desin. Toq bo'ling. Alloh taolo toqni yaxshi ko'radi deganda shuni tushunaylik. Peshqadam bo'laylik. Eng ilg'or odam bo'laylik, eng zo'r odam bo'laylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, mana bilasizlar, siyrat darslarida aytganmiz, musulmonlarga taziqlar Makkada azoblar kuchayib ketganida Rasululloh duo qildilar. Allohumma a'izzal islama bi ahabbi hadayni rajulayni ilayk. Parvardigor, mana shu ikkita kishidan o'zingga sevimliroq bo'lganini hidoyat qilib, islomingga quvvat bergan, dinini aziz qilgin degandilar. Bi Abi Jahlin aw bi Umar ibn al-Xattob. Yo Abu Jahl, yo Umar ibn al-Xattob. Abdulloh ibn Mas'ud aytadi, va kana habbahuma ilayhi Umar. Alloh taologa Umar sevimliroq bo'ldi bu ikkisidan. Rasululloh shu ikkita odamni tanlayaptilar. Abu Jahl va Umar. Demak, ikkalasi ham o'zini qavmini peshvolari. Ikkalasidan bittasi islomga kirib qolsa, buni ta'siri qattiq bo'ladi Qurayshga va islom quvvatlanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning duosi Umar ibn Xattob ustida haq bo'ldi. Hamza roziyallohu anhu islomga kirganidan keyin birodarlar, Qurayshning payg'ambarimizga va musulmonlarga berayotgan aziyati pasayib qoldi.
Ya'ni Hamza roziyallohu anhu qavmidagi birinchilardan edi. Hamza iymon keltirgandan keyin, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu iymon keltirgandan keyin Rasululloh sahobalarni ikki-saf qilib, takbirni aytib, tahlilni aytib, Ka'batullohga jamoati bilan chiqib bordilar. Shu yerda namoz o'qidi. Hech kim narsa deya olmadi. Tushunyapsizmi? Jamiyatdagi eng zo'r peshvo bizning turda lider odamlar edi. Demak, musulmon odam Alloh taoloning Al-Vitr ismidan, Toq ismidan o'ziga oladigan ulushi shuki, u o'zini sohasida, ilmida, xulqida birinchilardan bo'lishligi kerak. Ikkinchisi, uchinchisi bo'lishi mumkin emas. Chunki bunaqa odamlar juda ham ko'p. Millionlagan odamlar bor. Yashayapti, kelib ketishdi ba'zilari. Keldi, tug'ildi, ulg'aydi, uylandi, yedi, ichdi, farzandli bo'ldi, shu bilan ketaverdi. Jamiyatiga, xalqiga, mamlakatiga, ummatiga hech qanday foydasi yo'q bo'ldi. Keldi, o'zini huzur halovati uchun yashadi, uni o'lganini birov bilmadi ham. Xuddi ularning yashaganligini birov bilmagan edik. G'ami faqat o'zini huzur halovati, o'zini komforti, atrofdagilar bilan ishi yo'q. O'g'ilbolalar, mahallamizga foydamiz tekkanmi bironta bir ishda? Urug'imizga, qarindoshlarimizga, jigarlarimizga foydamiz tekkanmi? Ya faqat o'zimizni komfortimiz uchun yuribmizmi? Ha, o'zingiz ko'mirni olib qo'ydingiz. Katyolni qo'yib, yuzni siqib oldingiz. Endi opa-singillar bor. Aka-ukalar bor. Shunga qurb yetmayotgan. Shularni ham xabar olib qo'yaylik. Chunki musulmon odam Alloh taoloning Al-Vitr ismidan ulush olish kerak ekan. Bitta, birinchi bo'lish kerak ekan, peshqadam bo'lish kerak ekan. Jamiyatga foydasi tegadigan bo'lishligi kerak ekan. Palonchi uzilib qopti deydi. Kim u deydi? Mahallangiz u deydi. Bilmayman unaqa borligini. Bo'ladi, na masjidga chiqadi. Na mahallani bir o'lim yetiga to'y nonushtasiga qatnashadi. Borligini birov bilmaydi. Endi uni janozasiga xalq bormasa, xafa bo'lmasin. Chunki xalq uchun, jamiyat uchun hech qanaqa bir foydasi tekkan emas, o'zi uchun yashagan. Lekin odamlar orasida shundaylar ham bo'ldi, shundaylar ham bir umr kechirdiki, ularni jamiyatga bo'lgan ta'siri haqiqatdan ulkan bo'ldi. Bunda insonlar o'zlarining ismlarini tarix varaqlariga oltin harflar bilan yozib qo'yishdi. Tarix daryosini aytish mumkin bo'lsa, oqishini o'zgartirishib oldi. O'g'il bolalar eshitib qo'yinglar. 100% odam bo'lsa, 2%igina boshqarar ekan. Qolgan 98% ergashar ekan. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bor yo'q 63 yil umr ko'rdilar. Lekin mana shu 63 yil umrida 23 yilligi payg'ambarlik davri bo'lsa, shu 23 yillik payg'ambarlik davrida dunyoni nurga, adolatga, hidoyatga to'ldirdi. Shuning uchun birodar, sen ham so'ra o'zingdan. Umrim davomida nima qildim? O'zimdan keyin biror narsa qoldirdimmi? Odamlarning qalbidan joy oldimmi? Oliy himmat insonlarda bo'ladi bu narsa. Bizda oliy himmat desa faqat saxiylikni tushunamiz. U himmat degani faqat pul emas, birodarlar. Maqsadni baland qo'yasiz, shunga intilasiz, demak oliy himmat bo'lasiz. Ammo maqsadni oliy qo'ysangiz, unga boradigan mehnatga toqatingiz yo'qsa, siz ishtahasi oliy odamsiz. Bu himmat deyilmaydi, bu ishtaho deyiladi. O'tirib olib, osmondan gapiradi, o'zi turib bir qadam bosmaydi. Alloh taoloning Al-Vitr ismini dars qilyapmiz. Al-Vitr yakka, yagona sherigi yo'q, toq. Musulmon odam qanaqa ulush oladi bu ismdan? O'zini ishida, ilmida, hunarida, axloqida yakka bo'ladi. Peshqadam bo'ladi musulmon odam. Oxirgi vagonda bo'lmaydi. Ikkinchi, uchinchi sort odam bo'lmaydi. Inna Ibrohima kana umma. Alloh taolo aytadi, albatta Ibrohim bir peshvo imom edi, boshliq edi. Alloh taolo siz bilan bizdan birodarlar, musulmonlardan peshqadamlikni kutadi. Birinchi bo'laylik, biz bor bo'lgan sohada. Chunki payg'ambarimiz aytganlaridek, Alloh taolo ishlarning oliylarini, yuksaklarini yaxshi ko'radi, past razil tubanlarni yomon ko'radi degan.
Hozir qaranglar, agarchi shunaqa bir rengi apparat bo'lsa-da, bunday qilib turib yoshlarga tutsang, himmatini, maqsadlarini ko'rsatadigan apparat bo'lsa, shu himmatini ko'rsatadigan, himmatini darajasini ko'rsatadigan asbob bo'lsa, juda ko'p yoshlar yerga qarab qolardik. Himmat yo'q. Sen endi barmoq bilan sanadigan darajada mashina bo'lsa, telefon bo'lsa, bir foyda keltiradigan tijorat bo'lsa, bo'ldi, oyog'ini osmondan qilib yotsa. Biz ummat qachon shunaqa holatga tushib qoldik? Bizga bo'laveradi shu, yetadi shunisi deydigan bo'lib qolgandan keyin qolib ketdik. Bora shunaqa narsa. Shuning uchun birodarlar, Alloh taolo al-Vitr, toq bo'lgan zot, yakka zot. Biz bu ismdan qanaqa ulush olamiz aka o'zimizga? O'zingni sohangda birinchi bo'l. Shunday qilsang Alloh seni yaxshi ko'radi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam oliy himmat inson bo'lganlar. Quraysh mushriklari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga kelib dunyoni hamma matohini taklif qilishdi. Xotin, boylik, sharaf, xullas nimaki odam dunyoda intilsa, dunyo matohidan hammasini taklif qilishdi. Abu Talibning oldiga kelishdi, jiyaningni to'xtatib qo'y. O'rtamizga bir dushmanchilikni solmagin. Kelib Abu Talib jiyaniga aytdi Muhammad alayhisalomga. Bularni ko'rmaysizmi? O'zingizni ham, bizni ham bir xarajdan chiqaring. Bu ishingizni to'xtatasizmi deganida nima dedilar Rasululloh? Amaki, agar ular 10 yelkamga quyoshni qo'ndirib qo'yib, chop yelkamga oyni qo'ndirib qo'yib, mana shu ishingni qo'y desa, qo'ymayman. Yo shu ishni Alloh taolo zohir qiladi, yoki shuni yo'lida o'lib ketaman. Himmatni ko'ryapsizmi? Mahluqotlarga ato qilingan Alloh taoloning ayrim sifatlari. Ya'ni Alloh taoloning bir sifati yakka bo'lish, yolg'iz bo'lish va ba'zi bir shunaqa sifatlar bor, inson ham mana shunda sherik. Masalan, insonni ko'zini to'ri bor. Setchatka glaza deydi. Ko'zni to'ri bor, haligi bir xilgi seyflarda oldiga borib ko'zini shunday ochsa, shirq qilib lazar o'qiydi, ochadi. Demak, ko'zingizni setchatkasi boshqa bir insonning setchatkasiga o'xshamaydi. Ko'zingizni setchatkasi boshqalarnikiga o'xshamaydi. Demak, mana shu ishda siz ham yakkasiz. Ikkinchi odam yo'q, shunaqa setchatkasi bor. Yakkalik deganda shu sifatda sizda ham bor. Barmog'ingizni bala qodirina ala an nusawiya banana. Yo'q, biz uni barmog'ini uchigacha qaytadan tiriltirib qo'yamiz, tikalab qo'yamiz deyapti Alloh. Barmog'ingiz o'xshamaydi. Sizning ovozingiz bor, hech kimnikiga o'xshamaydi. Sizning shaklingiz bor, hech kimga o'xshamaydi. Qaysidir sifatlar borki, siz bu sifatlarda yakkasiz. Tomchidagi bir-biriga o'xshagan egizaklarda ham qatidir boshqacha bo'ladi-da. To'g'rimi? Yo ovozi sal boshqacharoq, yo semizroq, yo sochi siyrakroq. Bitta joyi borki, ikkinchisiga 100% o'xshamaydi. Demak, Alloh taolo al-Vitr bo'lgan zot, yakka yagona toq. Mana shu yakkalik degan sifatdan ba'zi bir o'rinlarda insonga ham bergan. Hatto egizangiz bo'lsa ham qatidir nima bo'ladi? Hech bo'lmasa fe'li boshqachada, to'g'rimi? Mana Hasan deydi, bag'ri kengroq Husan jirraki deydi masalan. Shuning uchun millionlagan odamlar orasida bir oddiy inson bo'lib qolma birodar. Tuban, qadr qiymatsiz, razil, pastkash inson bo'lib qolma. Ali ibn Abi Talib aytadi. Ey bolam deydi, nasihat qilib. Odamlar 3 toifa bo'lishadi. Odamlar 3 toifa bo'lishadi. Rabboniy olim odam bo'ladi birinchisi. Ikkinchisi, najot yo'liga quloq tutadigan inson, tolibi ilm. Shu ikki odam bittasi bo'lishimiz kerak biz. Yo olim bo'lishimiz kerak, yoki mana shu olimning gapiga quloq solib, ilmga intiladigan odam bo'lishimiz kerak, tolibi ilm. Uchinchisi, ilm nuriga intilmagan, undan bahra olmagan, dush kelganga ergashib ketaveradigan, tuban, razil va past inson. Ana shulardan bo'lib qolmagan bolam deyapti. Uchinchisi mana shunday insonlar bo'ladi. Shuning uchun Allohdan uzoqlashib ketgan, millionlagan adashganlardan bittasi bo'lib qolma.
o'zini faqat shahvati-yu xohish istagiga bo'ysunib yashayotgan millionlardan bittasi bo'lib qolma. Faqat g'ami yeyish ichish bo'lib turgan millionlarga o'xshab qolma. O'zini havoyi nafsini xudo qilib olgan, iloh qilib olgan millionlarga o'xshama. Birodarlar, o'zi odatda Allohning hukmiga bo'ysungan, unga itoat qilgan, Allohning roziligini maqsad qilganlar ko'p bo'lmaydi. Ko'proq insonlarning ichida havoyi nafsiga qul bo'lganlar bo'ladi. Odamlarda juda katta qismi shunaqa bo'ladi. Afaro'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu. Ey Muhammad alayhisalom, havoyi nafsini o'ziga iloh qilib olgan kimsani ko'rdingizmi? Demak, inson havoyi nafsini xudo qilib oladi, iloh qilib oladi. Bunaqa odamlar ko'p bo'ladi. Ammo Allohga qul bo'lganlar oz bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning keyingi hadisiga quloq tutamiz. Istenda shu sifat sizda bormi yo'qmi? Ta'isa abdud dinari va dirhami val qatifati val khamisati. Dinor quli, dirham quli, qimmatbaho xilma-xil kiyim-kechakda quli xor bo'lsin. Rasululloh duo ibodat qilyaptilar. Rasululloh duo qilyaptilar. Xor bo'lsin. Dinor, dirham kiyim-kechakda orqasidan quvgan odam, quli bo'lib qolgan odam. In u'tiya radiya. Bunaqa odamga shu so'ragan, quvgan narsasi bersa rozi bo'ladi, berilsa rozi bo'ladi. Va in lam yu'ta lam yardo. Agar berilmagan bo'lsa rozi bo'lmaydi. Odamlarni nechi foizi faqat dinor va dirham deb yuribdi? Juda katta qismi. Yuribmiz tirikchilik deb deydi. Bola chaqa deb tirikchilik deb yuribmiz. Noto'g'ri yuribsan birodar. Allohning roziligi deb yurgin, o'sha topayotgan tirikchiliging ham, bola chaqaga ham shuni tagiga kirib ketar edi. Allohning rizosi deb yuribman degin. Shuning uchun birodarlar, bir chiroyli gap bor. Mo'minning maqsadi hojatlaridan baland turadi. Mo'minning maqsadi hojatlaridan baland turadi. Nima degani? Maqsadi Allohning roziligimi? Maqsad shu. Hojat kunlik tirikchiligi, puli, uy-joyi. Bunaqa narsalar oz bo'lsa ham maqsadi oliy turaveradi. Sabr qilsam o'tib ketaman yana deb 5 yil, 10 yilda deydi. Ammo maqsadi oliy bo'lmasa, faqat mana shu hojatlar bilan ovora bo'lsa, bu odam hech qachon hayotda saodat topmaydi. Qarang, dinor, dirhamni kiyim-kechakda quli xor bo'lsin. Agar shu narsaga erishsa rozi bo'ladi, erishmasa norozi bo'ladi deyapti. Binobarin norozi bo'lgan odam hayotda shaqovatli bo'ladi, baxtsiz bo'ladi, baxtqaro bo'ladi. Allohdan g'ofil bo'lgan va faqat shu kuni bilan yashayotgan, o'limdan keyingi narsaga tayyorgarlik ko'rmayotgan, moli dunyoga sig'inayotgan milliardlardan bittasi bo'lib qolmagin birodar. Chunki milliardlar shunaqa qilib yashayapti. O'shuning uchun baxtsiz ular. Al-vitrning ma'nosi. Astagfirullah va shaf'i val vatr. Juft va toqga qasam. Ya'ni juft va toq rakatli namozlarga qasam. Odam alayhisalom ham avval vitr edi. Toq edi. Jannatda yolg'iz o'zi edi. Keyin Havvo ana yaratildi. Shu bilan juft bo'ldi. Demak, juft bo'lish insonda tabiatidagi narsa. Ikkita bo'ldi. Toq bo'lish, yakka yagona bo'lish, faqat Alloh taologa xos. Sherigi yo'q, uni misli yo'q, o'xshashi yo'q. Alloh toq bo'ladi, bandalar juft bo'ladi. Bashar juft qilib yaratilgan. Inson dunyoda yashar ekan, hayoti osoyishta bo'lish uchun albatta unga juft kerak. Agar erkak bo'lsa unga ayol kerak, ayol bo'lsa unga erkak kerak. Demak, mana shu juftlik insonning tabiatida bor. Va min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma deydi Alloh taolo. Alloh taoloning oyatlari, alomatlari bor. Uning oyatlaridan yana biri, u zot sizlar hamdam bo'lishlaringiz uchun o'zlaringizdan juftlarni yaratishi va o'rtalaringizda
oshinolik va mehr muhabbat paydo qilishidir. Er xotin bir-biri bilan joni taskin topadi, joni orom oladi. Nima sababdan er xotin bilan taskin topadi joni? Nima sababdan xotin er bilan taskin topadi joni? Eng oliy yaxshi nikoh qachon bo'ladi? Xotin erning quvonchi bo'lsa. Er xotinning quvonchi bo'lsa. Domla qada ekan unaqasi. Birodar, 20 yil bo'ldi yashaganingga, 30 yil bo'ldi yashaganingga. Demak, bir-biringni ko'zingni quvonchisan, bo'lmasam yashamas eding. Ha, kamchiliklari bor, onani qila olmaydi, manaqa peli bor. Xuddi shunga o'xshaganda senda ham bor. Seni kamchiliklarga ko'zini yumib kechirib yashayotganingdek, ayoling ham shu narsalarga ko'zini yumib turib kechirib yashayapti. Demak, o'rtada hamdamlik bor. To'g'rimi, birodarlar? Bu Alloh taoloning mo'jizasi. Inson juft yashash kerak. Tog' bo'lib yasha olmaydi. Menga oila kerak emas, men yolg'iz yashayman degan odam o'zini tabiatiga teskari yurgan odam bo'ladi. Bu odam baxtsiz bo'ladi. Nima deyapti Alloh taolo? U zot sizlar hamdam bo'lishingizlar uchun o'zlaringiz bilan juftdan yaratishi va o'rtalaringizda oshinolik va mehr muhabbat paydo qilishidir. Erkak kishida nuqson kamchiliklar bo'ladi, ayoli bilan komil bo'ladi. Ayolning nuqson kamchiligi bo'ladi, eri bilan komil bo'ladi. Ya'ni ayolni boshqaruvchilik, rahbarlik nuqsoni bor, ojiza. Eri bilan to'liq bo'ladi. Ayolni mana shu kamchiligini er to'ldiradi. Boshqaruvchilik, rahbarlik erni qo'lida bo'ladi. Endi erni otifiy nuqsoni ayoli bilan komil bo'ladi. Tushunarlimi? Biringizni kamchiligingizni ikkinchisi to'ldirasiz. Mana shu narsa Alloh taoloning nimalaridan? Oyat alomatlaridan. Toatni lozim tutgan, ibodatni, taqvoni lozim tutgan ozchilik bilan birga bo'l, birodar. Odatda taqvoni ushlaganlar ko'pchilik bo'lmaydi. Odatda ko'pchilik taqvodan uzoq bo'ladi. Nafsiga, havosiga qul bo'lgan insonlar mana shu jamiyatdagi ko'pchilik odamlarni tashkil qiladi. Lekin musulmon odam ozchilik bo'lsa ham mana shu taqvodorlar bilan birga bo'lishligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning umriga Alloh azza va jalla qasam ichdi. La amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Ey Muhammad alayhisalom, hayotingizga qasamki, ular o'z masliklarida tentirab yuradilar. Taqvoni ushlaganlar ko'p bo'lmas ekan. Fisq fujurni, ma'siyatga yopishgan, havosiga qul bo'lganlar ko'pchilik bo'ladi. Go'zal bir ayol xilvatda qolib, zinoga taklif qilib turganda o'zini, hozirda yashab turgan erkaklardan qancha foizi o'zini bu narsadan tiya olardi? Juda ozchiligi. Shuning uchun aytyapmiz-da, taqvoni ushlaganlar unaqa ko'p bo'lmaydi hayotda. Yusuf alayhissalom nima degan edi? Ma'azalloh, Alloh saqlasin degan edi. Vaholanki Yusuf alayhissalomdan faqat xohish qilishlik talab qilingan edi. Ayol hamma shartni muhayyo qilib, o'zini taklif qilib, haytalak dedi. Lekin bu ulug' nabiy ma'azalloh dedi. Yusuf alayhissalom mana shu ishda peshqadam bo'ldi. Mana shu ishda taqvodor bo'ldi. Bunaqa holatni ko'pchilik odamlar o'zlari uchun imkon deb biladi. Fursat deb biladi. Ammo Allohdan taqvo qilgan banda ma'azalloh deydi. Robbisini taniganlar ozchilik, taqvoda ushlaganlar ozchilik. Ana shular bilan birga bo'lishga haris bo'lishimiz kerak. Yer yuzida mana qancha milliardlagan odamlar kelib ketdi. Keldi, ketdi. Ularni ba'zilari o'zidan keyin katta bir ishlarni qoldirib ketdiki, insonlar ularning ismini aytganda yaxshilik bilan eslashadi. Mana yana shunaqalar ham bor, keldi, ketdi, ularni kelib ketganini birov bilmaydi. Savol: 1400 yil avval mana shu Arabiston yarim orolida yashab o'tgan nechta podshoh bor, nechta boy bor? Taniymizmi shularni? Lekin kimlarni taniymiz? Umar ibn Xattobni taniymizmi? 1400 yil avval yashagan. Taniymiz. Xolid ibn Validni taniymizmi? Taniymiz. Nima uchun bularni taniymiz? Chunki bular o'zlaridan keyin, birodarlar, shunday bir katta iz qoldirib ketdi hayotidan. Qiyomatgacha ismi zikr qilinganda Alloh ulardan rozi bo'ldi deymiz.
Mana shunga o'xshagan ulug' odamlar bilan birga bo'lishlik kerak. Shularda qatorda turish kerak. Orqamizdan yaxshi nom qolsin, yaxshi iz qolsin. Inna Ibrohima kana umma dedi Alloh taolo. Albatta Ibrohim yolg'iz o'zi bitta ummat edi. Bitta o'zi ummat. Chunki Ibrohim alayhisalomda yonida o'zidan boshqa hech kim yo'q edi. Bitta musulmon Ibrohim alayhisalom edi. Shuning uchun Alloh taolo ummat deb aytadi. Inson demak juft bo'lib yashashlikka majbur ekan. Vitr tog' bo'lish Alloh taologa xos ekan. Modomiki inson o'ziga o'xshagan boshqa insonlar bilan birga yashar ekanmi? Birga bo'lish kerak ekanmi? Kimlar bilandir? Mana shunday bir ulug' insonlar bilan birga bo'lishlik kerak bo'ladi. Yolg'iz bo'lish Alloh taologa xos. Yolg'iz bo'lmasdan juft bo'lib odamlarga aralashib yashashlik insonlarga xos. Demak, insonning tabiatida jamiyat bilan, odamlar bilan birga bo'lishlik bor. Masalan, insonning juda ko'p ehtiyojlari bor. Ovqat kerak unga, kiyim-kechak kerak, dori-darmon, uy-joy, issiq-sovuq, ta'lim-tarbiya, shunga o'xshagan juda ko'p ehtiyojlari bor. Shu ehtiyojlarini oshib borsa, bitta yoki to'rttasini o'zi qila oladi. Lekin qolgan yuzlagan, balki minglagan ehtiyojlarini ado qilishlik albatta o'ziga o'xshagan odamlar bilan birga bo'lishlik kerak. Demak, odamlarning ichida yashashga majbursiz siz. Yana qaytaramiz. Modomiki odamlar bilan aralashib yashash kerakmi? O'zingizdan yaxshi bo'lgan, Allohga yaqin bo'lgan taqvoli bandalar bilan birga bo'ling. Alloh taolo lam yalid va lam yulad bo'lgan zot. Tug'magan, tug'ilmagan. Hatto Odam alayhisalom jannatda bir muddat yashadida vahshatni his qildi. Voy, u jannat edi u. Bu yerda hech qanday muammo yo'q edi. Jannat edi u, hamma yoq muhayyo edi. Shunda ham vahshatni his qildi. Yolg'izlikni his qildi. Mana endi o'zini chop qavorasidan Havo onani Alloh taolo yaratib bergandan keyin u vahshat ketdi. Demak, birodarlar, toq bo'lib yashash, juftsiz bo'lish faqat Alloh taologa xos. Toq bo'lish, juft bo'lmaslik faqat Allohga xos. Modomiki biz odamlar orasida yashashimiz kerakmi? Demak, o'zimizdan yaxshi insonlar bilan birga bo'lishga harakat qilaylik. Astagfirullah. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni. Mana endi siz dunyoda yasharkansiz, odamlar sizning ehtiyojlaringizni ravo qilar ekan. Ovqat kerak, oshpaz bor. Shifo kerak, tabib bor. Uy kerak, quruvchi bor. Endi bu degani ana shu atrofingda shunaqa odamlarda bo'lishligi seni hamma hojatlaringni ravo bo'ldi degani emas. Chunki ular ham Allohning ixtiyorida bo'lgan bandalar. Agar Alloh xohlamasa, ularni birontasi senga foyda keltira olmaydi. Uning huzurida hech kim birovni uning iznisiz oqlay olmaydi. Dori seni tuzatmaydi. Dori sabab. Alloh seni tuzatadi. Chayonda zahri seni o'ldirmaydi, birodar. Zahar bor yo'g'i sabab. Seni o'limingni Alloh taqdir qiladi. Bular sabab. Xuddi shunga o'xshagandek, odamlarni hojatlarini ravo qiluvchi bu Alloh taoloning o'zi. Odamlar bilan birga bo'lmasam ishim bitmas ekan. Endi bular ichadiganlar-da, bular endi taqvodan uzoqda. Aytdingiz-ku domla, odamlarning ishida yur deb. Endi shularning ishida yurmasam qanaqa qilib hayotimni kechiraman desa, biz aytamizki, seni u hojatlaringni o odamlar bajarmaydi. Ular bor yo'g'i sabab. U hojatlaringni Alloh ravo qiladi. Shuning uchun Alloh bilan birga bo'l. U fisq fujurga to'lgan jamoatni majlisni tark qil, Alloh undan afzalrog'ini beradi, agar Alloh uchun ularni tark qilgan bo'lsang. Tushunarlimi? 20 yillik, 30 yillik ulfatlari bor, ajra olmaydi. Birodarlar, Alloh uchun bir narsadan ketishni ham o'rganish kerak. Odamlar orasida yashashim kerak ekan deb turib, mana shunday fisq fujurlar ichida qolmaslik kerak. Alloh uchun tark qiling, Alloh ulardan yaxshiroq jamoatni sizga albatta yetkazadi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Likulli shay'in haqiqatun." Har bitta narsaning haqiqati, mohiyati bor. "Va ma balagha 'abdun haqiqatal iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhtiyahu va ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu." Unga yetgan narsa, uni chetlab o'tmasligi taqdirda bitilganini bilmagunicha va unga yetmagan narsani
unga yetishi taqdirda bitilmagani bilmagunicha banda iymonning haqiqatini, mohiyatini tushunmaydi. Soddaroq qilib aytaymi? Ustingga bir narsa keldi, bu bo'ldi, demak taqdirda shu yozilgan ekan, deysan. Yoki sen izlagan narsa qo'lingga kelmadi, o'tib ketdi fursat. Demak shu narsani Alloh yozmagan ekan, taqdirda shunday bitilgan ekan deb qabul qildingmi, iymonni tushunibsan. Ya'ni kuningga rozi bo'lasan degani. Hop ulgurmadingiz, mashina zavod bo'lmadi, kech qolib bordingiz, ketib qolibdi foiz. Demak Alloh yozmagan ekan, lekin harakat qildingiz. Endi hech narsani qilmasangiz ham Alloh taolo yetkazib qo'ydimi, demak taqdir qilgan ekan. Tushunali birodarlar. Saodatning sabablari degan 30 ta dars o'tdik. Saodat degani, baxt degani, rozilik degani. Biz o'zimiz xohlagan natijaga yetishlik uchun hamma sababni qilamiz. Yeta olmadik. Demak Alloh shuni xohlagan ekan. Tamom, rozimiz. O'zimiz xohlagan narsaga olib boradigan hamma sababni qildik. Keldi. Alhamdulillah, demak Alloh xohlagan ekan. Tushunarlimi? Taqdirning yaxshisiga ham yomoniga ham rozi bo'lsangiz, siz mo'minsiz, haqiqiy mohiyatini tushungan mo'minsiz, demak saodatlisiz. Innalloha vitrun yuhibbul vitra. Alloh taolo toq vitrdir, toqni yaxshi ko'radi. Bu nima degani? Mo'min banda Alloh taoloning go'zal ismlaridan o'qib o'rganadi va ulardan o'ziga ulush nasibi oladi. Alloh taolo Ar-Rohim bo'lgan zot, mehribon. Mehribon bo'lish kerak mo'min. Alloh taolo Al-Jawad, saxiy, saxovatli bo'lgan zot. Ana shu ismidan o'ziga ulush olish kerak, saxiy bo'lish kerak. Alloh taolo Al-G'afur bo'lgan, kechiruvchi bo'lgan zot. Shu ismdan ulush olish kerak, kechiruvchi bo'lish kerak. Alloh taolo yakka ekan. Alloh taolo toq zot ekan. Bu ismida qanaqa ulush olasiz? Bitta bo'lsen ham. Nimada? Ilmingda, hunaringda, taqvoingda, yurish-turishingda, axloqingda, muomalangda, tajribangda, professionalligingda. Bunga teng keladigan usta yo'q shaharda deydi. Kafilni shunaqa yopishtiribdi deydi, liniyasiga keltirib qo'yibdi deydi. Kutasiz o'sha ustani bilasizmi? Bo'lmasa liniya kelishi jam muhim emas, xommaga yerib bitta chaqanib chiqib ketasiz. Siz u liniyasiga qarab o'tirmaysiz. Lekin qarang-da, lekin o'shini zo'r qiladigan ustani kutasiz. Sovet davrida Qo'qonliklar bormi? Qo'qonlar 11-kuzubda, 11-kuzub emas, 011da u paytda kuzub emas edik. Shunaqa mashinani kirasiga qilib yangi qilib qo'yadi, havas qiladigan odamlar, bizni o'shlilar o'chirib turar edi, 1 oy, 2 oy. O'shda ham ustalar bor edi, lekin u dengilda emas-da, u darajada emas edi. O'shuning uchun kutardi. Qo'qonga olib boradi, necha 100 kilometr? 100 kilometr bormi? Ha. Nimaga olib borib kutardi desa, zo'rdi-da ishi. Alloh taolo toq zot. Alloh taolo yakka zot. Qanaqa ulush olasan bu ismdan desa, o'zingni sohangda birinchi bo'lasan. Bitta ham luqma olmay o'tadi mana qori deydi. Bora, mana u deydi, punktualni usta deydi. Aytgan kuniga ishini nima qilib beradi? Ammo qoyil, mashinga keldi deydi. Manoncha so'mga bitadi dedi, mashinchaga to'g'ri keldi, qoyil deydi. Ana biz Alloh taoloning Al-Vitr, toq degan ismidan qanaqa ulush olishimiz kerak? Innalloha vitrun yuhibbul vitra. Albatta Alloh taolo vitr, toq bo'lgan zot, toqni yaxshi ko'radi. Musulmon odam narxi arzon bo'lmaydi. Yengil raqam, yengil son bo'lmaydi. Qaysi bir odam qo'liga bir 3-4 chaqa berib qo'ysa, o'zini qanoatini, e'tiqodini o'zgartiradigan bo'lsa, demak bu odamning narxi past ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nimalarni taklif qilishmadi Quraysh mushriklari. Podshoh bo'l, pul yig'ib beraylik, 10 ta qizimizga uylab qo'yaylik, sayyid bo'l, agar og'riyotgan bo'lsang tabib olib kelaylik. Dunyoni hamma matosini taklif qilishdi, da'vatini qo'ysin deb. Rasululloh nima dedilar? Ey amaki, 10 yelkamga quyoshni qo'ndirib qo'ysa, chop yelkamga oyni qo'ndirib qo'ysa va shu da'vatingni to'xtat desa, to'xtatmayman dedilar. Yo Alloh shu ishni ro'yobga chiqaradi, yo men mana shu yo'lda o'lib ketaman. Mana oliy himmatlik.
Ya'ni o'zini pozitsiyasida mustahkam turgan. Yana bir odam borki, namozga yiqildi, dinda ushadi, taqvoni ushadi, yaxshi bo'lib turuvdi, unga ish taklif qilindi. Yaxshi maoshli, yaxshi daromadli ish kirishsa katta pulga ega bo'ladi. Faqat taqvosidan ketish kerak. Shuni nima qiladi? Taqvosidan kechib qo'yadi. Demak, bu odamning narxi past ekan. Rizq kimning qo'lida edi? Allohning qo'lidanmidi? Siz rizqingizga birov ega bo'la olmasmidi? Ammo ozgina narsa taqdim qilinuvdi, ozgina pul taklif qilinuvdi, e'tiqodidan voz kechiyordi. Ammo mo'min odam unaqa bo'lmaydi. Har qancha katta daromad bo'lsin, har qancha katta manfaat bo'lsin, agar uni iymon e'tiqodiga teskari keladigan bo'lsa, ikkilanmasdan voz kecha oladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Ey amaki, agar 10 yelkamga quyoshni, chap yelkamga oyni qo'yib turib, shu ishni qo'y desa, bu ishni qo'ymayman" degandilar. Alloh taolo vitr bo'lgan zot, vitrni, tog'ni yaxshi ko'radi. Siz bilan biz Alloh taoloning mana shu ismidan o'zimizga oladigan ulush, nasibi mana shu bo'ladi. O'zimizni sohamizda, tanlagan ishimizda, mehnatimizda birinchi bo'lishga harakat qilaylik. Chunki Alloh taolo ishlarning oliylarini yaxshi ko'radi, razil va safsatalarni yomon ko'radi. Insonlar juft bo'lib yashashligi kerak. Erkak ayolga muhtoj, ayol erkakka muhtoj. Juft bo'lsa, hayoti osuda ketadi. Erkak kishi o'zining kamchiligini ayoli bilan to'ldiradi. Ayol kishi o'zining kamchiligini eri bilan to'ldiradi. Erkak kishida otifiy nuqson bor. Mehr degan narsa ozgina ayoldan ko'ra ozroq bo'ladi. Endi ayollarda esa qiyodat, boshqaruvchilik nuqsoni bo'ladi. U nuqsonini eri bilan to'ldiradi. Ko'ryapsizmi? Biri ikkinchisini nima qilyapti? To'ldiryapti. Demak, insonlar doim bir-biriga muhtoj bo'ladi. Astagfirullah. Va min kulli shay'in xalaqna zawjayn. Biz deydi Alloh taolo har bir narsani juft qilib yaratganmiz. Bu oyat mutlaq. Bu koinotda nimaki bo'lsa, u juft. Masalan, elektr tokini oling. Plus minusi bor, to'g'rimi? Musbat, manfiy. U hayvonot olami bo'lsin, o'simliklar, nabotot olami bo'lsin, bu hammasi juft bo'lib yaratgan. Chunki Alloh taolo aytayapti, hamma narsani juft qilib yaratganmiz deyapti. Va min kulli shay'in xalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Shoyat sizlar eslatma ibrat olarsizlar deb biz har bir narsani juft qilib yaratdik. Birodarlar, juft bo'lishlik bu ne'mat. Juft bo'lishlik bu saodat. Juft bo'lib yashashlik bu osudalik. Inson ba'zida mana shu kasalga chalinib qolar ekan. Yolg'izlik degan kasalga. Odamlarga aralashishni xohlamaydi. Yosh bolalarga ham tegib qoladi. E'tibor bersanglar, bir to'p yosh bolalar o'ynayotgan bo'lsa, bitta yarimtasi bo'ladi, chekada turadi aralasha olmasdan. Yolg'izlikni yaxshi ko'radi. Birovga yaqin kelishni xohlamaydi. Akalar, bu xatarli kasal. Chunki yolg'iz bo'lishlik insonning tabiatiga to'g'ri kelmaydi. Ertaga katta bo'lganda nima qiladi? Hatto shunaqa gap borki, agar jannatda odamlar bo'lmasa, unga qadam qo'yilmaydi. Aytdi-ku, Odam alayhisalom jannatda yolg'iz o'zi yurib, nimani his qildi? Yolg'izlikni, vahshatni. Agar bir odamni, bir normal bitta odamni do'stlardan ajratib qo'yilsa, qamab qo'ysa, kun tun o'tganini bilmasa, bir oy o'tdi, 2 oy o'tdi, tashqarida bo'layotgan xabarlardan umuman bir g'aflatda bo'lsa, sekin-sekin aqliy tavozuni, aqliy balansi yo'qotishni boshlaydi. Agar 1 yil, yarim yilga qamab qo'yib turib, mana haligi adinoshniy kamera deydi, o'zi qamoqda u. Endi yolg'iz mana shu xonaga qamab qo'yganda nima bo'ladi? Ya'ni bu darslarimizda hammasini aytmoqchi bo'lgan gapimiz toq bo'lish, vitr bo'lish faqat Allohga yarashadi. Agar banda Allohga bo'lgan xos sifatni o'ziga nisbat qilib, men ham toq bo'laman degan bo'lsa, deydigan bo'lsa, bu odamning hayoti vayron bo'ladi. Astagfirullah. Ya ayyuhan nasu inna xalaqnakum min zakarin va unsa.
Ey insonlar, darhaqiqat biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan yaratdik. Bu mutlaq. Inson bolasi borki, hammasi Odam ato va momo Havoni zurriyotlari. Hammamiz aka-ukamiz. Tabiati aynimagan, fitrati buzilmagan har yigit qiz turmush qurish umidida bo'ladi. Chunki ularning jasadlari bir-biriga muhtoj. Ikkinchidan, inson zoti o'zidan keyin nasl nasab qoldirishni xohlaydi. Erkak kishiga ham farzand kerak, ayol kishiga ham farzand kerak. Ayol kishini mana shu ona bo'lish g'arizasi bor, bu g'ariza o'ta kuchli bo'ladi. Endi agar bir jamiyatda ichida yashasangiz, odamlar orasida yashasangizki, bu jamiyat sizga mana shu g'arizangizni to'g'ri qondirishlikka yo'l bersa, bu jamiyat sog'lom bo'ladi va davom etadi. Demak, har bitta odam juftga muhtoj, har bitta inson turmush qurishlikka haris bo'ladi va zurriyot qoldirishlikka harakat qiladi. Shu 20-21-asrgacha butun yer yuzidagi odamlar shunaqa edi. Hozirga kelib yerning ayrim mintaqalarida yashayotgan odamlar oila degan ulug' dargohni yo'q qilishlikka kirishdi va uddasidan o'tyapti ular. Uylanishlik deydi, bu yuk deydi. Farzand topishlik bu mas'uliyat deydi. Agar deydi, erta uylanib oladigan bo'lsang, umring bola chaqa bilan, plyonka bilan, pampers bilan o'tib ketadi, deydi. Mana shu tasavvurni e'tiqod darajasiga olib chiqib qo'ydi. Dalil qaranglarda, uylanyapman desachi, uylanyapti-ku, deyilmaydi. Xursand bo'lamiz. Bitta oila paydo bo'lyapti, bitta er, bitta bir xotin paydo bo'ladi, to'y bo'ladi, zurriyot. G'arb kinolarini qaranglarda. 35-40 ga borib qolgan kishi 30-30 ga kirgan xotinga uylanmoqchi bo'ladi-da, o'rtoqlariga ya jenius deydi. Haligi o'rtoqlar hali men rak bo'lib qolgan, tuzalmaydigan kasalda aytsa, rahmi. Ko'ryapsizmi? Aytyapman, bu noto'g'ri tushuncha e'tiqod darajasiga chiqib ketdi. Uylansa, uni ozodligi cheklanib qoladi. Endi xohlaganini qila olmaydi. Uylandi, endi majbur yurish kerak. Endi zino qilmaslik kerak nazarida. Oila degan muqaddas dargohini inkor qilgan, uni yo'q qilishga harakat qilayotgan jamiyatlar yo'q bo'lib ketishlikka mahkum. Bu vaqt masalasi xolos. 1 yil, 5 yil, 10 yil muhim emas. Muhimi yo'q bo'ladi. Faqat qachon? Chunki o'zi uchun yashaydi ular. O'zi uchun yashaydi ular. Ular oilasiz ham yashash mumkin. Turmush qurish ortiqcha mas'uliyat. Inson o'zini shahvatini oila qurmasdan qondirishi ham mumkin. Shu erkak bilan ayol bir-biri bilan jinsiy aloqa qilayotgan paytda qarshi bo'lmasa bo'ldi, bu zino emas, buning uchun jazolash kerak emas degan tushunchalarni tarqatishdi va bu tushuncha yoyildi, natijani ko'rib turibsizlar. Aytdi-ku, tabiati buzilmagan, fitrati aynimagan yigit qiz oila qurishlikka haris bo'ladi. Insonning tabiatida bor juftga bo'lgan muhtojlik. Ammo ular dindan yuz o'girgan, Allohdan yuz o'girganlar. Turmush qurishdan maqsad faqatgina shahvatni qondirishda bo'lashadi. Yo'q akalar, shahvatni qondirish ham bor, nasl nasab qoldirish ham bor, Allohning manhajida turish ham bor. Ey insonlar, deydi Alloh taolo, darhaqiqat biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan yaratdik, hamda bir-birlaringiz bilan tanishinglar uchun sizlarni turli-tuman xalqlar va qabila elatlar qilib qo'ydik. Turli xil millat, elat, qabila bo'lishining hikmati shu. Bir-biri bilan bordi keldi qilsin, bir-biri bilan tanishsin. Inna akramakum indallohi atqakum. Endi mana shu turli millat elatlarning ichida sizlarning Alloh nazdidagi eng hurmatlirog'ingiz taqvodorrog'ingizdir. Millat elatlarni bo'lishining hikmati shu. Shuning uchun arabning ajamdan afzalligi yo'q, magar taqvo bilan. Alloh taoloning go'zal ismlaridan al-vitr. Alloh taolo toq, juft emas. Toq bo'lish, yakka yolg'iz bo'lish Alloh taologa yarashadi. Bandalarning ishi esa juft bo'lishlik.
1 kilo olma sotib olding. Nazaringda sen olmani haqqini to'lading. Bu noto'g'ri. Sen olmani haqqini to'la olmaysan. Sen shu olmani yetishtirgan odamning mehnatini haqqini to'lading. Uslugasini, xizmatini to'lading. Ustalar bor, vrachlar bor, dehqonlar bor. Xullas, ularni ilmidan, tajribasidan, mehnatidan, xizmatlardan foydalanasan. Arzimagan xizmat haqi evaziga. Demak, olmani yetishtirishda turgan odamlarning xizmatini haqqini berding xolos. Ular ekdi, o'stirdi, parvarish qildi, pishgandan keyin bozorga olib keldi. Sen xizmatni sotib olding. Sen sotib olayotgan narsa xizmat deyiladi. Sen ham o'zingning xizmatingni sotasan. Va ta'awanu alal birri va taqvo. Yaxshilik va taqvo yo'lida hamkorlik qilinglar. Mana endi hamkorlik. Yolg'iz bo'lish Allohga xos ekan. Juft bo'lib, aralashib bir-biriga muhtoj bo'lib yashashlik insonlarning sifati ekan. Mana endi odamlar bir-biri bilan yig'ilganda, jamoat bo'lganda nimani ustida hamkorlik qilish kerak? Taqvoning ustida. Hozirgi kundagi musulmonlarning ahvoliga qaraydigan bo'lsangiz, juda bir achinarli holatga guvoh bo'lasiz. Juda ko'p odamlar egoist bo'lib ketgan. Mana shu xudbin odam o'zini manfaatini hamma narsadan ustun qo'yadi. O'zini foydasi uchun har qanday ishga tayyor bo'ladi. Bu o'ziga olib kelayotgan foydasi boshqalarga katta bir zarar keltirayotgan bo'lsa ham bunga ishi yo'q. Albatta bu achinarli holat. Dinimiz bu narsadan qaytaradi birodarlar. Shuning uchun o'lchov tushunchalarimizni shariatni andozalariga moslab olishimiz kerak. Ikkita narsani tuzatish kerak: o'lchov va tushunchani. Muhammad alayhisalom olib kelgan mukammal shariatda birodarlar bu masala aniq ravshan qilib bayon qilingan. Ammo musulmonlarning ko'pchiligi bu narsadan g'ofil. Jamiyat uchun eng katta xatar kishining xudbin bo'lishi. Faqat o'zini o'ylashi. Odamlarni, jamiyatni o'ylamasligi. Bitta odamni tasavvur qiling. Daraxtning ustida bir dona olma qolibdi. Teri bo'lishibdi. Chiqib olgani quvvat yetmaydi. Qoqib tushira olmayapti. Arrani oladida daraxt tagidan kesadi. Bir dona olma olishligi uchun daraxtdan voz kechib oladi. Bu daraxt turganda minglagan olma bo'ladi keyingi yil jamiyatga. Yo'q. Bu keyingi yil bu yerda qolmaydi-da. O'shuning uchun bugun foydalanib qolgani yaxshi. O'shuning uchun mansabga kelgan odamlar, el yurtni boyligini ustida omonatdor bo'lib o'tirgan odamlar, men qancha o'tiraman bu kursida, foydalanib qolay deb turib, elni, yurtni boyligini, davlatni boyligini, o'zini shaxsiy manfaatini yo'lda yo'q qilib ekanlar, qiyomatda javob berishini bir o'ylab qo'ysin. O'zini cheklangan foydasini, shaxsiy manfaatini o'ylab, jamiyatning foydasini yo'q qilish. O'zini shahvatini o'ylab, ummatni mol mulkini vayron qilishlik. Qiyomatda javob beriladi. Qiyomatda javob beriladi. Hatto shunday bir odamlar borki, el yurtni, xalqning mamlakatda pulini yeyishlikni o'zini hunari deb biladi. Va mana shu hunarda shunday bir peshqadamlikka, ustozi faranglikka yetganki, ular ham o'larmikin? Ha, o'ladi. Ular ham o'lishni o'ylarmikin? Bu biroda haqqi harom degan narsani tushunamikin bunaqalar? Endi e'tibor beringlar-da, agar oramizda shunaqa odamlar bo'lsa, o'sha qilib topgan pulinglar qayerga ketyaptir, o'ylab ko'ringlar-da. Agar kimdir mana shunaqa qilib turib o'zini shaxsiy foydasini o'ylab, el yurtni, ummatni, xalqni, mamlakatni zarariga ishlayotgan bo'lsa, shunaqa qilib boyigan bo'lsa, qarasin qayerga ketyapti puli. Maqsad o'sha pulni kapta topib turib, yaxshi yashashmidi maqsad? Qayoqqa ketyapti pul, bu o'ylab ko'rmaydimi? Faqatgina o'zini o'ylash bu jamiyatga juda xatarli bo'lgan illat. Mahallaga asfalt solinyapti, bir birodarimiz aytib beryapti. Keng mahalla asfalt solinyapti. Bir oilani shag'ali ko'chaga chiqib turibdi, 1-2 metr. Asfalt solayotgan odamlar, "Xola, mo shag'alda bir sudirib qo'ysangiz, men asfalt solyatuvdik. Tekis bo'lib qolardi" desa, "Yo'q" deyapti. Qanday turgan bo'lsa shunday turadi deyapti. Mahallaga asfalt solinyapti, xola, mahallani o'ylamaysizmi? Hammaga foydasi bor u desa, "Tupurdim mahallangga" deyapti. Mahalla menga nima qilib beryapti deydi.
Elni foydasini aysiz tupurdim elingga deydi. Menga nima qilib berib qo'yibdi eling deydi. Va ta'awunu 'alal birri va taqva va la ta'awunu 'alal ismi val udwan. Yaxshilik va taqvo yo'lida hamkorlik qilinglar. Gunoh va haddan osh yo'lida hamkorlik qilmanglar. Demak, hamkorlik lozim birodarlar. Hamkorlik lozim. Hamkorlik birga bo'lishlik, ulfat bo'lishlik, bitta jamoat bo'lishlik dinimizdagi asl narsa. Hatto g'ayri dinlar ham mana shu narsaga amal qilishadi. Hozirgi kunda musulmon bo'lmagan g'arb xalqlarini yuksalib o'sib ketganligining sababi ham ayni shunda. Ular hamkor. Bu g'arb mamlakatlari bir-biri bilan 90% masalada kelisha olmayotgan bo'lib turibdi. Lekin 10% da kelishyapti. Mana shu kelishadigan masalani atrofida jamlanishaveradi. Qolganini kelishib ketishadi. Imkon borki bir bo'lishyapti. Ana Yevrosoyuzni qaramaysizmi? 30 ga yaqin mamlakat chegaralarni olib tashadi. Bitta pul, bitta iqtisod, bitta siyosat hamkorlikni o'rniga qo'yishyapti, o'shuning uchun ular o'sib ketyapti. Alloh bizdan hamkor bo'lishimizni xohlaydi. Jamiyatning foydasini, elning foydasini o'ylashimiz kerak bo'ladi birodarlar. Chunki hamkorlik taraqqiyot, hamkorlik yuksalish, hamkorlik din. Alloh taolo hamkor bo'linglar deyapti. Ammo xudbinlik faqat o'zini o'ylashlik. Bu ummatni boshiga tushgan katta bir balo musibat bo'ladi. Xudbin odamning maqsadi faqat o'zini foydasi. Qilayotgan ishi jamiyatga zarar yetkazayotganlar bilan ishi yo'q. Muhimi foyda qilib olsa bo'ldi. Koronavirus balosi bo'ldi. Nahavolar nima bo'ldi? Shunda ko'rinar ekan kimligi. 1-2 so'mda deb turib, 1-2 so'm foyda yo zararni ko'rib turib, odamlar nimalar qilishmadi. Ha endi aka, men bu sotayotgan bir qop shakarimni hozir 1000 so'mga sotsam, endi keyin safar 1,5 mingga olaman-da. Ha birodar, 1,5 mingga ol, 1600 ga sot. Sen 900 so'mga olgan shakaringni 1000 so'mga sotmasdan 1,5 mingga sotasanmi? Eski narxda kelgan eski narxda sotib yuboraver, yangi kelgan narxiga yangi narx qo'yib sotaverasan. Yo'q. Mana shu yerda ko'rinda kimligi? Nimani o'yladi bular? O'zini 500 so'm foydasini o'yladi. Shu bilan panika bo'lib, bardak bo'lib, narx-navolar ko'tarilib ketib, qimmatchilik bo'lib ketsa, kim sabab bo'ladi bunga? Ey, savdogarlar, eshitib qo'yinglar. Xo'p, siz mana narsani 10 so'mga olib, 11 so'm sotyapsiz. Keyin narxlar qimmatlab ketdi. Lekin bundan bir vagon bor. Keyin safar 13 so'mga olasiz ekan buni. Endi 10 so'mga olganingizni 11 so'mdan sotib tugatib oling. O'shundan 1 so'mdan foyda bo'lyaptimi? Endi keyingi vagonda 13 so'mdan olganingizni 14 so'mdan sotasiz. Shu to'g'ri bo'ladimi? Endi hozir men deydi bu 10 so'mga 11 so'mga sotsam 10 so'mga ololmayman-da. Olman 10 so'mga. 13 ga olganingni 14 ga sot. Shunaqa qilsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Savdogarlar, ko'zinglarni katta ochinglar. Eski narxda olgan narsangizni foydasiga eski foydani qo'ying. Endi yangi olgan molingiz, yangi olgan tovaringiz qimmatroq keldimi? Endi qimmatroq qo'ying. Elda olgini o'ylab qo'yinglar. Biz musulmon yurtda yashayapmiz. Elga ozgina yengillik qilinglar, Alloh sizlarga yengillik qiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam hadislari bor. Sahih hadis. Bir boy odamlarga qarz beradi. Qarzni to'laydigan muddat kelganda ishchisini jo'natib aytadiki, borib qara, holiga yet qarzdorni. Agar qodir bo'lsa olib kel. Agar qiyinchilikda bo'lsa yengilchilik qilib ber, ozgina muhlat ber. Shoyat Alloh bizga ham yengilchilik bersa deydi. Rasululloh aytadilar, qiyomat bo'lganida bu odam o'lib Allohning oldiga borib, Alloh unga yengillik berdi deydi. Ma'qulmi? Hayotda bironta bir odamga yengillik qilgan bo'lsangiz, umid qiling, ehtimol o'sha amaliy sabab bo'lar. Birodarlar, xudbinlik bu jamiyatning ustiga tushgan balo, musibat. Agar odamlar xudbinlikni o'zlariga kasb qiladigan bo'lsa, biz hech qachon ummat sifatida yuksalib, taraqqiy topib peshvo ummatlar qatorida bo'lmaymiz. Innalloha vitrun yuhibbul vitra. Alloh taolo tog' bo'lgan zot va tog'ni yaxshi ko'radi.
Vitr kalimasining yana bir ma'nosi. Juft bo'lishlik bu mahluqotlarning sifati. Yolg'iz yakka bo'lishlik Alloh taoloning sifati. Mahluqotlar juft. Ularning sifatlari turli bo'ladi. Balki qarama-qarshilik ham ana shu insonlarning, mahluqotlarning sifatlaridan bo'ladi. Masalan, odamlarni qaraydigan bo'lsangiz, turlisi bor. Semizi bor, orig'i bor, saxiysi bor, baxili bor, omonatdori bor, xoini bor, rostgo'yi bor, kazzobi bor, chiroyli xunigi bor. Alloh taoloni ham ismlari go'zal, komil, ham sifatlari go'zal, komil. O'zini komilligida Alloh taolo yakka va yagona. Va innalloha vitrun yuhibbul vitra. Jasadning shahvati. Yangi ma'no, insonning tabiatiga Alloh taolo ovqat va sharobga bo'lgan ehtiyojini joylab qo'ydi. Ana shu ehtiyojni qondirishligi bilan inson o'zini jonini saqlaydi, hayotini davom etkazadi. Ya'ni erkak kishining ayolga ehtiyoji bor, ayolning ham erkakka ehtiyoji bor. Bu ehtiyoj, g'ariza, hojat uni fitratida bor. Mana shu qarama-qarshi jinsdagi bo'lgan odamga muhtoj bo'lishlik uni naslini davom etishligini ta'minlaydi. Erkak kishi ishlaydi, kecha kunduz yuguradi, yeladi, uyquradi, uylanadi, oila qiladi. Xullas, turmush uchun kerak bo'lgan narsani tayyorlaydi. Mana shu narsa uchun asosiy ehtiyoji bo'ladi. Endi qiz bola ham balog'atga yetgandan keyin o'z-o'zidan unga sovchi kelishini kutishi bor. Bu uni haqqi. Insonni erkakda ayolga, ayolda erkakka bo'lgan intilishi mana shu g'ariza insondagi kuchli narsa hisoblanadi. Agar mana shu g'ariza shar'iy yo'l bilan qondirilmaydigan bo'lsa, noshar'iy yo'l bilan qondirishlikka inson qadam qo'yishga majbur bo'ladi. Mana to'ylar, agar ulardagi isrof, maza bemaza sarflar, kerak emas chiqimlar ko'payib, to'y og'irlashib, to'y qiyinlashib ketadigan bo'lsa, uylanishlik, turmush qurishlik, nikohlanishlik og'ir bo'lib ketadigan bo'lsa, mana shu balog'atga yetgan erkak yoki bo'lmasam ayol zino yurishlikka shayton uni vasvasa qiladi. Shuning uchun to'siqlarni ko'paytirmaslik kerak. Nikohlarni yengil qilishlik kerak. Hozir aytganimizdek, bu insonning tabiatida bo'lgan rag'batni qondirishlikka shar'iy yo'l bo'lmaydigan bo'lsa, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, noshar'iy yo'lga o'tishlikka majbur bo'ladi. Biz bu gapni qayerdan oldik? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iza ja'akum man tardawna dinahu va huluquhu fankihu." Agar sizlarning uylarga qizinglarni so'rab, dinidan va axloqidan sizlar rozi bo'ladigan kimsa kelsa, qizingizni so'rab keldi bir odamki, dini ham joyida, axloqi ham joyida. Undan rozisiz. Bas uni qizinglarga nikohlab qo'yinglar. Illa taf'alu. Agar unday qilmasanglar, nima bo'ladi unday qilmasak? Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi va fasadun kabir. Agar bunday qilmasanglar, yerda fitna va katta fasod yuz beradi. Rasululloh takrorlab aytibdilar. Agar shunday qilmasanglar, yerda fitna va katta fasod yuz beradi. Demak, birinchi ehtiyoj oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyoj edi. Ikkinchi ehtiyoj qarama-qarshi jinsdagi bo'lgan odamga muhtoj. Erkakni ayolga, ayolni erkakka bo'lgan muhtojligi. Shuning uchun to'ylarni yengilroq qilish kerak, birodarlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Aqalluhunna mahron, aktsaruhunna barakatan." Mana shu nikohda mahr belgilanadi. Kelin tomon mana onasini mahrga qilib bersin deydi, kuyov tomon shunga ko'nadi, shu bilan nikoh bo'ladi. Endi mahrda ko'p so'rash ham mumkin, oz so'rash ham mumkin. Shunda payg'ambarimiz aytibdilar, ayollarning mahri yengilroq bo'lgani barakaliroq bo'ladi deyaptilar. Uchinchi ehtiyoj. Zotning ta'kidiga bo'lgan ehtiyoj. Zotning ta'kidi. Nima degani bu? Bu peshqadam bo'lish degani. Jamiyatning ilg'or odami bo'lish degani. Insonning tabiatida mana shu ehtiyoj ham bor. Oldida bo'lishni xohlaydi. Muhim inson bo'lishni xohlaydi. Odamlarning tillarida bo'lishni xohlaydi. Odamlar senga barmog'i bilan ishora qiladi. Mana bu odam deb ishora qiladi. Odamlar sen haqingda gapirishligini xohlashligi.
Bu ham asosiy ehtiyoj hojatlardan. Tushunarlimi? Diqqat e'tibor. Bu diqqat e'tiborga bo'lgan ehtiyoj, zotning ta'kidiga bo'lgan ehtiyoj birodarlar, haq yo'l bilan ham qondirilsa bo'ladi, nohaq yo'l bilan ham qondirilsa bo'ladi. Masalan, yomonlik bilan tanildingiz. Odamlar sizni taniyapti. Yomonligingiz bilan. Bu bilan tanilish mumkin. Yoki bo'lmasa yaxshilik bilan tanilish mumkin. Odamlarda diqqat e'tiborini xohlashlik birodarlar hammamizning tabiatimizda bor. Bizga diqqat qilishini, bizga e'tibor qilishini xohlaymiz. Odamlar bizni qadrlashini xohlaymiz. O'shuning uchun ijtimoiy tarmoqda tinmasdan suratini qo'yadi o'zini. Ovqat yetib ham suratga oladi. Men kafeda ovqat yedik. Bitta birovning mashinasini oldiga borib suratga tushadi. Mana bu mashina. Mana nima uchun desa, avvalam aytganman buni. 10 ta odam like bosibdi, 20 ta odamga yoqibsiz, xullas boshqa bo'libdi, kommentariy bo'libdimi? Sizga nima u yerdan interesni desa, demak men ham interesli ekanman odamlarga. Meni ham qadrlashar ekan deydi. Tushundingizmi? Hozirgi davrda bir odamning qadr qiymati o'sha Instagramdagi podpishligi bilan, like bilan, prosmotr bilan bo'lib qoldi. To'g'ri aytyapmanmi? Bir zamonlar bo'lgan edi, bir ilmli odamda qadr qiymati nechta ustozda ta'lim olgani bilan belgilanardi. 200 ta shayxda dars olgan der edi. Voh. Yana bir davr bo'ldi, nechta shogird chiqarganligi bilan qadrlanadigan bo'ldi. 200 ta shogirdi bor. Bir davrlar bo'ldi, nechta kitob o'qiganligi bilan qadrlanadi ilm ahllari. Yana bir davrlar bo'ldi, nechta kitob yozgani bilan belgilanadi ulamolarning qadrlari. Hozir nima bilan belgilanadi ulamolarning qadri? Prosmotri bilan. Lekin bu prosmotrni iskusini ko'tarib qo'yishlik o'sha internetni boshqarayotganlarning qo'lida. Ular o'zlari xohlagan domlarni populyarni qilib qo'yish qo'lida. Raqamni berib qo'yadi bo'ldi. To'g'rimi? Dunyoga ilmi tatiydigan olimlar bor, 10 mingta podpishligi yo'q. Bu internet shunaqa narsaki, birodarlar, o'zlari xohlagan domlarni populyarni qilib bera oladi. Siz bitta masalani oxirigacha eshitib qo'ysangiz, algoritm bilan hisoblaydi YouTube, sen masala yaxshi ko'rarkansan deb domlalarni qo'yib beraveradi ma'ruzalarini. Endi prosmotrga qarab turib, shuncha odam prosmotr qilibdi, moncha podpiska qilibdi, moncha kommentariy yozib, siz ham qiziqib ko'rasiz. Sizni ongingiz mana shu internet boshqarib qo'yapti. Faqat tushunmayapsiz. Butun bir mintaqaga dars beradigan ilmi bor olim bor, lekin u reklama qilinmaganligi uchun birov tanimaydi uni. O'shuning uchun yigitlar, internetdan o'rganilmaydi din. Tushundinglarmi? Din tirik ustozning oldida o'tirasiz, qo'lingizda kitob bo'ladi, har hafta 2 marta dars bo'ladi, o'qib beradi, uyingizga borib o'qib kelasiz, topshirasiz, mana shu ilm bo'ladi. Ilm birodarlar, kitobdan ham olinmaydi. Ilm internetdan olinmaydi. Ilm ustozlarning qalblaridan olinadi. Mana shu ilm bo'ladi. Insonning ehtiyojlarini aytdik. Oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyoj, juftga bo'lgan ehtiyoj va diqqat e'tiborga bo'lgan ehtiyoj. Bir odam katta boylik to'playdi, o'zini kayf saposiga sarflaydi, shahvatiga, mashinasiga, xullas, o'zini hamoqatiga. Bu odam ham odamlarning diqqat e'tiboriga tushadi. Bu odam ham mashhur bo'lib ketadi. Voh, qara deydi. Mashinasini polirovkasiga 5 ming dollar sarflabdi deydi. Voh, qara deydi. O'zi mashina 10 ming dollar deyapti. 20 ming dollar tuninga sarflagan deyapti. Mashada mana. Maqsad nima? Shaharda bitta bo'lib yursin. Tushunyapsizlarmi? Insonning tabiatida boshqalar unga diqqat e'tibor qilishlikni xohlash bor. O'shuning uchun qimmat kiyim kiyishga harakat qiladi. O'shuning uchun qimmat mashina minishga harakat qiladi. O'shuning uchun qimmat kafega borib ovqatlanadi. Musulmonga ham diqqat e'tibor kerak, birodar. Faqat u diqqat e'tiborni Alloh subhanahu va taoloning diqqati deb biladi. Demak, bitta odam botil amallar bilan ham odamlar nazariga tushar ekan, e'tiborda bo'lar ekan, ana shu diqqat e'tiborga bo'lgan ehtiyojini qondirar ekan. So'rang o'zingizdan. Men qaysinisini qilaman shularda? Yana bir odam bor. Endi bu
Alloh rozi bo'ladigan ishlarni qilishlik bilan odamlarning diqqatiga tushadi. O'zi aslida bu odam Allohning roziligi uchun qilgan. Odamlar diqqat e'tiborini istamaydi, chunki riyo bo'lib qoladi deb qo'rqadi. Lekin Alloh xohlasa diqqat e'tiborga solib qo'yadi uni ham. Astagfirullah. Va man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allohi va amila solihan va qala innani minal muslimin. Ya'ni men musulmonlardanman deb solih amal qilgan kishidan ko'ra chiroyliroq gapiradigan kim bor? Mana Alloh taolo aytayapti, eng chiroyli gapiradigan bandam mana shu odam. Kim u? Solih amallarni qiladi va o'zini musulmonlardanman deydi. Bu insonda ham odamlar gapirishadi. Falonta odamni uyiga bildirmasdan ko'mir tushirib qo'yibdi. Falon chiqibdi, otasiga rahmat deydi. Yo bo'lmasam falon mahalladagi mushkullarni hal qilib qo'yibdi deydi. U ham odamlarning diqqat e'tiboriga tushadi. Lekin bu Allohning roziligini maqsad qiladi. Birinchi ehtiyoj ovqatga bo'lgan, sharobga bo'lgan ehtiyoj, ikkinchisi juftga bo'lgan ehtiyoj, uchinchisi odamlarning diqqat e'tiboriga bo'lgan ehtiyoj. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloha vitrun yuhibbul vitra." Shuning uchun siz bilan biz birodar Alloh taoloning vitr ismidan o'zimizga qanaqa ulush olishimiz kerak? Har safar aytayapmiz, Alloh taolo Ar-Rohim, rahimli zot, biz ham rahimli bo'lishimiz kerak, ulush oldik. Alloh taolo Al-Jawad, saxiy zot, biz ham saxiy bo'lishimiz kerak. Har bitta ismidan o'zimizga ulush olishimiz kerak. Endi Al-Vitr ismidan qanaqa ulush olamiz? Alloh yakka zot ekanmi? Bitta ekanmi? Tengi yo'q ekanmi? Sen ham o'zingning ishingda, sohangda bitta bo'l. Mana shu oladigan ulushimiz. Tushunarlimi? Ilmingizda, hunaringizda, kasb-koringizda bitta bo'ling. Agar siz bitta bo'lsangiz, hammadan peshqadam bo'ladigan bo'lsangiz, siz Alloh taoloning mana shu ismidan o'zingizga ulush olasiz. Chunki payg'ambarimiz aytadilar: "Innalloha yuhibbu ma'aliyal umur." Alloh taolo ishlarning oliylarini va sharaflilarini yaxshi ko'radi. Va yakrahu safasifaha va daniyaha. Ishlarni pastlarini, tubanlarini yomon ko'radi. Abu Ali ibn Sino tabobat qonun yozib qo'yib ketibdi. Hozirgi kundagi meditsinaning asosi ekan. Ana bitta. Mirzo Ulug'bek ana osmon eshigiga shunday narvonni qo'yib ketibdi, astronomiyasini asosini qo'yib ketibdi. Bitta g'arblik olim pensillinni o'ylab topgan ekan, bitta qizamiq kelganda o'lib ketavergan ekan millionlagan odamlar. Bitta pensillin bilan odamlarga qancha foyda keltiribdi. Yoki masalan, birinchi bo'lib yadroviy reaktorda kashf qilgan inson qancha insonlarga foydasi, insoniyatning taraqqiyotiga sabab bo'ldi. Ular o'zlaridan keyin nimadir qilib ketishdi. Shuning uchun birodarlar, nimadir qilish kerak hayotda. Nol bo'lmaslik kerak. Qaysidir raqam bo'lish kerak, 100 mi, 50 mi, 200 mi, lekin nol bo'lmaslik kerak. Chunki shunday odamlar bor. Keldi, yashadi, o'ldi, ketdi. Hayotga hech qanaqa foydasi, ta'siri yo'q. Uni kelganini ham birov bilmagan edi, yashaganini ham birov bilmas edi, o'luvni ham hech kim sezmadi. Ammo ulug' insonlarchi, musulmonlar, ular Alloh taoloning Al-Vitr ismidan o'ziga ulush oladi. O'zini sohasida birinchi bo'lishga harakat qiladi. Hamma havas qiladi. O'tib ketgandan keyin ham odamlar yaxshilik bilan eslaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar: "Innalloha vitrun yuhibbul vitra." Mana hammamiz ismini eshitganda hurmat qalbimizda bir paydo bo'ladi. Salohiddin Ayyubiy nechta salb qo'shinlarni mag'lub qilib, Quddusni musulmonlarga fath qilib berdi. Musulmonlarning boshini baland qildi. Xolid ibn Valid, Alloh rozi bo'lsin, ummat uchun juda katta fathlarni qilib berdi. Tanasida bironta bir sog' joy yo'q edi, jarohat yetmagan. Shuning uchun birodar, modomiki seni Robbing Al-Vitr ekanmi, tog' ekanmi, tengsiz ekanmi, sen shu ismdan o'zingga ulush ol, o'zingning sohangda birinchi bo'l. Professional bo'l. Bu narsa qilib ket, jamiyatga foydang tegsin. Eng kamida ishingda puxta bo'l. Chunki faqat o'zini huzur halovatini o'ylab yashagan odamlar, bular Muhammad alayhisalomga ummatman degani uyalishlari kerak. Alloh taolo Al-Vitr, yana u Al-Vasidir.
Bir odam Amerikada ta'lim oldi tabobatni, Xalij mamlakatiga keldi, ishlayapti. Qabuliga malayziyalik odam keldi. Tabib ko'rdi, yozib berdi. Dori esa Hindistonda tayyorlangan. Qarab qo'ying. Qayerlisan, kimsan, qayerda ta'lim olgansan, otang kim farqi yo'q. Chunki odamlarda hammasini Alloh taolo o'zi yaratgan. Qaysi zamon, qaysi makonda yashamasin, tana tuzilishi bir xil suyak, bir xil nerv, bir xil tomir. Mana shuni o'zi ham Alloh taoloning yakka yagona ekanligiga dalolat qiladi. Lekin shunaqa bo'lishiga qaramasdan bir-biriga 100% o'xshagan ikkita odam topa olmaysiz. Mana shu Alloh taoloning o'zini yaratishida al-vitr yagona ekanligini dalili. Yana Alloh taolo al-vasi bo'lgan zot. Oriflardan biri aytadiki, ey Robbim, agar zaytun daraxtidagi ikki dona barg bir xil bo'lib qolsa, sen al-vasi deb nomlanmagan bo'lar eding. Bitta daraxt o'sayotgan barglar bir-biriga o'xshamaydi. Milliardlagan pistani donasi bir-biriga o'xshamaydi. Sanog'ini yolg'iz Alloh o'zi bilgan qor uchqunlarning birontasi bir-biriga o'xshamaydi. O'zini yaratishida Alloh taolo al-vitr bo'lgan, al-vasi bo'lgan zot. Hatto bitta qorindan tushgan ikki tomchi suvdek bir-biriga o'xshaydigan, quyib qo'yganday o'xshaydigan egizaklarda ham hamma yo'g'i bir xil bo'lmaydi. Eng kamida fe'l ikki xil bo'ladi, birodarlar. Shuning uchun vitr tog' bo'lishlik faqat Alloh taologa xosdir. Qolgan mahluqotlarning hammasi juftdir. Alloh azza va jalla mana shu ismidan ulush olib, o'zimizni sohamizda, o'zimizni hunarimizda bitta bo'lishligimizga tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi. Ekaterinburg shahrida qurilishda bo'sh ish o'rinlari mavjud. Assalomu alaykum qadrli mehmonlar, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. 20-iyun kuni Migratsiya agentligining Rossiya Federatsiyasi vakolatxonasining vakilligi tomonidan Yonko qurilish xoldingi rahbariyati bilan uchrashuv tashkil etildi. Tomonlar o'rtasida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini vaqtincha mehnat faoliyatiga jalb etish, mavjud bo'sh ish o'rinlarini hamda hamkorlik istiqbollari yuzasidan muzokaralar olib borildi. Ayni paytda mazkur xoldingda qurilish sohasi bo'yicha 1020 ta bo'sh ish o'rni mavjudligi ma'lum qilindi. Uchrashuv doirasida mehnat muhiti va yashash sharoitlari o'rganilib, korxonada faoliyat olib borilayotgan fuqarolar bilan suhbatlar o'tkazildi. Aeroflot aviakompaniyasi 31-iyuldan Moskva va Samarqand o'rtasidagi parvozlarni tiklaydi. Parvozlar haftasiga 3 marta amalga oshiriladi. Oktyabr oyining boshiga kelib parvozlar soni haftasiga 7 martaga yetadi. Bilet narxi hozirgi kunda 16.800 rubldan boshlanadi. Rossiyada migratsiya sohasida o'zgarishlar haqida. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi migratsiya masalasi bo'yicha bosh boshqarmasi boshlig'i Valentina Kazakova ularga to'xtalib o'tdi. Noqonuniy yurganlar reyestri ishga tushirildi. Unga hozir 8000 xorijlik kiritilgan. Politsiya xodimlari xorijliklarni chiqarib yuborish to'g'risidagi qaror qabul qilish vakolatiga ega bo'ldi. Noqonuniy migratsiyani tashkil etganlik uchun jazo kuchaytirildi. 2025-yil 10-sentyabrgacha noqonuniy migrantlar hujjatlarini to'g'lab olishlari mumkin. 2025-yil 1-sentyabrda Moskva hududida qog'oz registratsiya kerak bo'lmaydi. Migrantlar ilova orqali registratsiya qiladi va amalda yashab turgan joyi haqida geolokatsiya yordamida ma'lumot beradi. Bu yerda etnik ruslar yashaydi. Vologda gubernatori migrantlarni haydab chiqarmoqchi. Yaqinda Vologda viloyati gubernatori Georgiy Filimonov barcha muhojirlarni mintaqadan haydab chiqarish g'oyasini ilgari surdi. U o'z istagini quyidagicha izohladi. Vologda eng etnik rus mintaqasi va uning ruscha ko'rinishini saqlab qolish kerak. Uning fikricha, Vologdada qimmatli xorijlik mutaxassislar emas, ruslarning farzandlari yashashi kerak. Siyosatchining milliy kartani qanchalik oson o'ynashi hayratlanarli. Tasavvur qiling, bu yerga o'qish, yashash va ishlash uchun kelgan minglab odamlar birdaniga keraksiz bo'lib qoladi. Bunday bayonot nafaqat shov-shuvli, balki xavfli ko'rinadi. Axir yirik loyihalar, asosiy tarmoqlar va hatto do'konlar ko'pincha migrantlar mehnatiga bog'liq. Muhojirlar Vologdada mahalliy hamjamiyatning bir qismiga aylangan.
Xulosa oddiy: migratsiyani milliy tozaligi haqidagi gaplar bilan emas, balki haqiqiy harakatlar, uylar qurish, ish joylari yaratish, odamlarni hurmat qilish orqali muhokama qilish zarur. Bu yerdagi odamlar begona emas. Ular yashash va ishlash uchun kelgan jamiyatning bir qismidir. Maosh $1000. O'zbekistonliklar Rossiyaga ishga taklif qilinmoqda. Bu haqda Fuqarolik jamiyati institutini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi matbuot kotibi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, fuqarolar Rossiyadagi yirik savdo tarmog'iga qadoqlovchi yig'uvchi vazifasiga ishga taklif etiladi. Nomzodlar uchun talablar: rus tilida erkin muloqot, 20-40 yosh oralig'i, jismoniy yuklamalarga tayyorgarlik. 19 iyun kuni Rossiyaning Sverdlovsk viloyati Chkalov tuman sudi voyaga yetmagan qizni o'g'irlashda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarosini hibsga olish to'g'risidagi qaror chiqardi. Bu haqda viloyat sudi xabar berdi. Sud qarorida aytilishicha, O'zbekiston fuqarosiga nisbatan Rossiya Jinoyat kodeksining 126-moddasi 2-qismi D bandi voyaga yetmagan shaxsni o'g'irlash bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Sud tergovchilarning iltimoslarini qanoatlantirib, unga nisbatan 1 oy 30 kun muddatga, ya'ni 15 avgustgacha hibsga olish tarzidagi ehtiyot choralari qo'llangan. Mahalliy ovning xabariga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi 14 yoshli qizni Yekaterinburgdan Chelyabinsk shahriga olib ketgan. Qiz 2 hafta davomida qidiruvda bo'lgan. Shamol sabab bir nechta samolyotlar Toshkentga qo'na olmadi. Toshkent aeroportida shamol yo'nalishining o'zgarishi tufayli mahalliy vaqt bilan 16 yo'nalishda havo kemalarining qabul qilish va jo'natish bo'yicha vaqtinchalik cheklovlar joriy etildi. Bu haqda Uzbekistan Airways xabar berdi. Ma'lum qilishicha, Toshkentga qo'nishi kerak bo'lgan ba'zi samolyotlar Samarqand aeroportiga yo'naltirilgan. Jumladan, Qanot Sharq aviakompaniyasining Karman-Toshkent yo'nalishidagi samolyot 16:35 da qo'nishi kerak edi. Uzbekistan Airways aviakompaniyasining HY 9732 Maxachqal'a Toshkent yo'nalishi bo'yicha uchgan samolyot 16:42 da qo'nishi kerak edi. Uzbekistan Airways aviakompaniyasining Dehli Toshkent yo'nalishi bo'yicha uchgan samolyot Samarqanddagi zaxira aerodromiga yo'naltirilgan. Shuningdek, Air Astana aviakompaniyasining Ostona Toshkent yo'nalishidagi KS-123 Turkistondagi zaxira aerodromiga yo'l olishga qaror qilgan. Mahalliy vaqt bilan soat 16:30 da vaziyat barqarorlashgan. Toshkent aeroporti havo kemalarini qabul qilish va jo'natish bo'yicha cheklovlar bekor qilingan. Aeroport odatdagi tartibda ishlamoqda. Zaxira aerodromlarga qo'ngan samolyotlar Toshkentga uchishga tayyorlanmoqda, deyiladi xabarda. Rossiya va O'zbekiston mehnat migratsiyasi bo'yicha yaqin hamkorlikda ishlashga kelishib olgan. Bu haqda 18 iyun kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin TASS dunyoning yetakchi axborot agentliklari rahbarlari bilan uchrashuvda ma'lum qildi. Biz ijtimoiy xarakterdagi masalalar va mehnat bozori holidan xabardormiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan bu masalalarni birgalikda hal qilishga kelishib oldik. Chunki mehnat bozori bizda qanday holatda ekanini ma'lum. Sizlarda O'zbekistonda esa ma'lum bosim mavjud, lekin nima qilish kerakligini birgalikda belgiladik. Rossiya ishlashni xohlovchi insonlarni avvaldan tayyorlash, dedi Putin. Uning ta'kidlashicha, bu borada ayniqsa ayollarga e'tibor qaratish muhim. Shuning uchun bugungi kunda Rossiya va O'zbekiston ayollari o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirishga alohida e'tibor berilmoqda. Qayd etish joizki, oldinroq Rossiya ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Garovoy Sankt-Peterburgda o'tkazilgan 9-mehnat forumida Rossiyada 2024-yil yakuniga ko'ra 6,3 million nafar chet ellik fuqarolar yashayotgani, ulardan 1,4 million nafari O'zbekiston ekanini ma'lum qilgan edi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiya ichki ishlar vazirining o'rinbosari Vitaliy Yakovlev Turkmaniston poytaxti Ashxobodda o'tkazilgan tinchlik barqaror rivojlanish va migratsiya masalasidagi xalqaro konferensiyada Rossiyada migrantlar orasida eng ko'p jinoyatlarni o'zbekistonliklar sodir etayotganini qayd etgan edi. Uning aytishicha, joriy yilning birinchi choragida Rossiyada xorijliklar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarning 35,5% O'zbekiston fuqarolariga to'g'ri keladi. Yangi qonun loyihasi muallifi Adolatli Rossiya partiyasi yetakchisi Mironov hujjat bilan xorijlik chiqarib yuborilganda yoki deport qilinganda xuddi shu choralarni uning oila a'zolariga nisbatan ham qo'llash taklif qilingan. Boz ustiga qoidabuzar migrantning qarindoshlarining Rossiyaga kirishini ham taqiqlash taklifi berilyapti. Putin yangilangan migratsiya siyosatini qabul qilishni tezlashtirishga chaqirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin
Ichki ishlar vazirligi yig'ilishidagi bayonotida 2025-yilning o'zida yangilangan davlat migratsiya siyosati konsepsiyasini qabul qilish zarurligini ta'kidlab, bu masalada kechiktirishga yo'l qo'yib bo'lmasligini bildirdi. Shuningdek, Putin ichki ishlar vazirligini noqonuniy migratsiya kanallarini bartaraf etish bo'yicha qat'iy choralar ko'rishi kerakligini aytib o'tdi. Rossiyaning Rosatom davlat korporatsiyasi tomonidan O'zbekistonda qurilishi rejalashtirilgan atom elektr stansiyasi loyihasi qayta formatlandi. Endi mamlakatda har biri 2 reaktordan iborat bittadan kichik va katta GES qurilishi ko'zda tutilmoqda. Bu haqda Rossiya iqtisodiy rivojlanish vazirligi Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida bo'lib o'tgan Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi savdo hajmini oshirish bo'yicha ishchi guruh yig'ilishidan so'ng ma'lum bo'ldi. Tadbirda Rossiya iqtisodiy rivojlanish vaziri Maksim Reshitnikov va O'zbekiston investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratov ishtirok etdi. O'tgan yili kichik quvvatli GES qurilishi boshlangan edi. Joriy yilda esa 2 davlat rahbarlari shu loyihani katta qurib chiqish, natijada katta quvvatli 2 reaktordan iborat stansiya va kichik quvvatli 2 reaktordan iborat stansiya qurishga kelishib oldi, deyiladi xabarda. Ma'lumot uchun, joriy yil aprel oxirida Rosatom rahbari Aleksey Lixachyev jurnalistlarga bergan intervyusida O'zbekistonda kichik GES qurilishi doirasida yana 1 yil ichida beton qurilishini kutayotganligini aytgan. U shuningdek, O'zbekistonda katta GES qurilishi bo'yicha ham kompaniya tayyor takliflar ishlab chiqarganini bildirgan. Bu takliflar orasida moliya modeli, tashkiliy masalalar va maksimal mahalliylashtirishga doir variantlar mavjud. O'zbekistonda qurilishi rejalashtirilgan kichik GES bu Rosatomning xorijdagi ilk eksport loyihasi hisoblanadi. Loyiha bo'yicha 2 davlat o'tgan yilning bahorida kelishuvga erishgan. Kuzda esa texnik hujjatlarni ishlab chiqish va loyiha ishlarini boshlash to'g'risidagi protokol imzolangan edi. Rosatom rahbarining avvalroq bergan bayonotlariga ko'ra, loyihani moliyalashtirishni O'zbekiston tomoni zimmasiga oladi. Rossiya krediti esa hozircha ko'rib chiqilmayapti.